Assalomu alaykum. Bizlarni uzoqda yaqindan kuzatib turgan hurmatli yurtdoshlar, sizlarga Xiva shahar Qalbunur to'yxonaga yaqin mestadan 2 etajli fayzli hovuzam sotib chiqdi. Xudo xolasa videoni oxiridan ko'ringlar. Hozir tashqi videoni ko'rib tursa, lekin ichki tarafi boshqa dunyo. Ish qilib yashashga tayyor option sizlarning ko'nglingizga yaqin deb o'ylayman, planlari va remontlari. Endi obunachilarimiz arasida ko'pchilik Qalbunur to'yxonasidan hovlu joy, kotej izlediler. Şu videomuzu video başında sıraz jo'natib qo'yinglar. Sizlere kvadrat metrleri, narx-navoları, hamma narsa hakkında ma'lumot berib o'tamiz. Video başında tushunarli bo'lishi uchun orientirlarni aytamiz. Ban tarafımız yine Betonka ko'cha, rayoniy больница o'ng tarafimiz, svetofordan kelaverishda namunali 2 etajli kotejlar chiqadi va 1 etajli. Chap tarafiga ketsangiz, Qalbunur to'yxona bo'ladi. Shunda Qalbunur to'yxona yetmay, o'ng qo'limizda yana 2 etaj, 1 etajli kotejlar orasi bilan kirib kelasizlar yana. Acayip mahalla oladi. Gaz, suv, svet, hamma narsa bor. Ko'chalar ham yana acayip yengina ko'chalik, shpes tashalgan, tap-tagiz. Yana planlashtirib berasizlar. Kotejimizning kvadrat metrine keladigan bo'lsak, 50 tarafı 8 dan ziyod dedilar. 8 metrdan sal ziyodroq, orqasini 25. Plus minusi bilan 200 kvadrat metr plus minusi bilan deb tutdilar. Kadastr hujjatdan kelib bo'lsak, hujjatlardan muammo yo'q dedilar. Kadastrga tekshirib, notarius olsat qilarsiz. Yine elinden maşın koydum, messanız var. İndi birini keyinchalik betonki etseler, bize şuna qarab atmosferlerini kuyverdik dediler. Benim halimde uklon etip verip, maşınlarını çıkarıp koysanız orada arkasında katta bağı var. Xudo xolasa tapçan koyup oturalım, messalarınız var. Ondan tashqari. Yine balkonu var, şifri bitken. Şifrleri mansat etip, ferma etip basılgan, mansat emas, ferma. Şifrleri ferma etip basılgan, Xudo xolasa. Ham pişen aralaşıp örülyen. Yine sizlere kuruluş hakkında məlumatlarını berib o'tdikdə ümiddəmiz. Hem paduşkəsi armatur taşab 2 etaja mölcələnib paduşkə etilən dediler. İşiklərinə əhəmiyyət berəslə zakaznoy çıraylı, aynalıq idi. İşiklər qoyulğan. Yəni arka tarafı görmedi də, içan görmedi. Röntgə basılğan ikən. Bismillahirrahmanirrahim. Yəni qaranlığa, əziz abunəçilər, həmməmizə yetirsin. Yəni inşallah aramızda niyet qılıb ürəklər köp. Birinci çıraylı, feyizli xanadanlarını like'la ayamanlar. Roza Ramazanında birden like'la ayamanlar. Xudo xolasa yetiradi inşallah. Televizorlarınız bir de məhkəməyə bilan qoyub oturalım. Mesle klaslarına yine qol dallarınız çıraylı remont olğan ekan. İşikdən girdiniz, ayak temiz çıraylı kafeler basılğan. Yine o'ng qo'limizda rakonasi va otopleniyasi joylashgan yine. Yaqindan ko'rib berasiz, kotyolu. Polностью отопление bo'lgan. Elektromontaj simlari bir de svet avtomat joylar ekan. Yine bir de çıraylı ramka etib, aynalar qo'yilgan yine. Qaranglar. Zo'r. Yetirsin. Acayip aboylar basılgan. High-tech stilinde eshiklar qo'yilgan. Balımız yine ikinci etajga chiqaverish, zina joylari dervenli. Acayip lak surtilib, pollar bo'lgan. Yine zo'r, menimcha yomon emas. Gilamlari qoladi, ayrim jihozlar ketadi. 70-80% cihaz qoladi dediler. Şundan uy egasi bilan kelishaverasizlar. Nav qoladi, nav ketadi. Planlashtirasiz yine. Hovuz etib, gipsokardondan figura etib ishlangan ekan yine. Berimizda zal, doğruda spalni, yanımızda kuxnya ve kuxnyadan bağa chiqaverish oladi. Birinchi zalimizni ko'rsatamiz. Gelin. Yine zalimizni görünüşü acayip. Chiroyli, gipsokardondan patologlar ishlangan yine. Acayip gilamlari bor. Gilamlari şöyle maslashgan dedilar, şu gilamlar qoladi dedilar. Yine chiroyli aboylar bosilgan ekan. Yine maşallah yine patologlar ham yine chiroyli arabcha harflarni yozuvlarni tushiribdilar yine. Bu yerda yine lyustralari, galagillari, neobishniy stilda chiroyli etib gipsokardondan ishlangan figuralar. Bu yerda televizorni asib qo'yarasizlar. 3 ta rozetka qo'yib turlar, qaranglar. Gap yo'q, lekin konditsioner uchun unda simlar ham tashalgan. Jaluzi perdeler, batareyalar, taxta pol zo'r. Yana acayip. Hop. Spalnimizni ko'rsatamiz. Yana spalnimizni görünüşü, hurmatli obunachilar. İçallar yine aboy bo'lgan. Shuni ham yine fayzli xonadonimiz bo'ladi yine. Vaktimizni gilamlar, chiroyli, natijnoy bo'lgan. Televizorlar ve jaluzi perdeler. Bataryası boyuna, savrumenli, acayip bataryada qo'yilgan.
Samatyok etib ishlangan otopleniyasi. Yana ajoyib. Samatyokni bir yeri yaxshi, svet o'chib qolsam, masalan, ishlab turaveradi gazni, o'zini-o'zi aylantirib turaveradi suvni. Ko'plarida nasos qo'yadilar, yo bo'lmasa boshqa elektronnik qo'yadilar. Hozir ko'pchilik samatyok etib yuribdi yana. Qaytadan yana. Ko'p joylarni obzor etamiz. Hammada samatyok o'tayotganlar yana. Berimiz sanuzel, yana sanuzelning ko'rinishi. Ajoyib vannalar qo'yilgan. Vanamizda yana unitazlari, ya'ni kir mashinalari joylashgan. Yana polni kafeldan chiqib turibdi ekan. Simishliklar ham ajoyib vanna qo'yilgan. Endi kuxnaning kengligini qaranglar. Hurmatli obunachilar. Ajoyib bedamina kuxning mebellaringiz bor. Berimiz abo'ya tayyorlab turibdi yana. Abo'y bosib beraverasiz. Chiroyli resimkalar, ramkalarni ishlatib beribang. Yana patologimiz natijali bo'lgan ekan. Inshaalloh elektromontaj simlari, yana gullarni alab qo'yib turib edi. Duakda imonda batareyasi. Orqa tarafini bog'ini ko'rsatib beramiz. Yana chiroyli katta panoramli eshiklar qo'yilgan, qaranglar. Yana bog'ning ko'rinishi. Bog' bo'lsa bog' bor yana. Qaranglar. Yana yozgi hojatxonangiz bor. Ajoyib. Berimizda yana kanalizatsiyangiz bor bunda, дополнительный. Aldi tarafdan kanalizatsiyasi bor edi. Uni ham ko'rsatib beramiz yana va tapchan qo'yib o'tiradigan mestangiz yana quyilib turibdi. Ikkinchi etajimiz do'stlar yana hol chiqqa yerimiz. Oyoq temiz laminat bo'lgan polnusi ajoyib oboylar bosilgan, gipsokardondan chiroyli figurativ ishlangan qaranglar. Keng yana yap-yorug' ajoyib holingiz bor ikkinchi etajda. Qarindoshlar o'g'illar og'aylagan vaqtdan bemalol ishorab, do'g'on gullarda, tashkillarda bemalol döşab berasiz ishornam va xolasa. Yana o'ng tarafimizda katta bir zalimiz bor. Banimizda spalni va berimizda sanuzel ikkinchi etajni. Birinchi gangli zalni ko'rsatadi. Yana ajoyib nanoshikli high-tech eshiklarimiz qo'yilgan. Bu gilamlar ham qoladi ekan aziz obunachilar. Yana zalga qaranglar. Mashallah. Hammamiz yetarsiz yop-yorug' kengina birinchi etaj zalına qaraganda juda katta. Enam eldi, adashmasam 4 metrdan ziyod. Примерно 4,5 где-то 9 metr chiqib boradi. 8-9 metr. Yana ajoyib gipsokardonlar ishlangan, yop-yoqdi. Bizim kotejimiz yop-yoqda ekan. Balimiz ham, kuxnyamiz ham, ber zalimiz ham yana menda konditsioner uchun mestalari bor, toksimlar tashalgan va maksimalniy montaj bo'lgan. Montajlarni ham aytib o'tish esimdan chiqibdi do'stlar. Misimdan montaj qildik dedilar yana. Og'amiz antenna kabelini ekkan yana. Chiroyli katta damashq kinetatlarni asparjezlab berang. Do'stlar bilan kelgan vaqti, qarindosh o'g'illar bilan kelgan vaqti yana ustarkuchilarni döşab beraverasiz ajoyib. Berimizda shunday mebeli boyna, oynali xili, bom qoladi ekan. Xudo xolasa va rakoinangiz. Ikki chamli akkuratni etib ishlangan. Ishondan bir ko'rsatib bering operatorimiz yana. Mana qarang, cho'tka deb необычный kafelarni bosib qo'yibdilar. Жидкий milosoldan idishlardan bor. В общем, gap yo'q lekin. Balimiz sanuzel yana dushovoy qilingan ikkinchi etajda ikki chamli ajoyib oynali xili kafellar qaranglar, ajoyib kafellar bosilgan va dushovoy etib zo'tillaydi. Unitazlaringiz bor. Simistitellarni ham ajoyib bundan qo'yib turaydi. Hurmatli obunachilar. Более современный dizaynda ishlangan ekan. Birimiz xudo xolasa spalnimiz yana. Spalnimizga qaranglar. Korolevskiy deydi-ku yana. Mebellarning oltin suv yuritilganining ajoyib svetda ekan yana. Bu mebellarimiz getada ekan, aziz obunachilar, boshqacha. O'rn-o'rnidan ajoyib. Bemalol mebellar sig'adi ekan, ikkilab qo'ysangizlar. Yana planlashtirasizlar. Hurmatli obunachilar, menimcha kerakli ma'lumotlarni berib o'tdikdan umiddamiz. Agarda yoddan chiqqan qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol ekran ostida pryamoy egan nomeri üzerine aloqa chiqaverasizlar. Toshna balkonimiz yoddan chiqibdi yana. Yana qaranglar. Balkonni bir ko'rsatib beradi. Yana ajoyib ko'cha tarafga qaragan balkoningiz bor va panoramli oynalar qo'yilgan. Ikkinchi etajimizning holi yorug' bo'lsin deb katta sifatli oynalar qo'yilgan yana.
Bir fasadın remontunu işlep verəsizlər, qalğan işləri qılınğan, xuda qalsa kəmiz kümüslərini taxlayıb verəsizlər. İşdən xarib gələn vaxtı bir stəkan kofeini alıb balkondan çıxıb yenə option planlaşdıra verəsizlər. Birimizdə ikinci etajımızda svet avtomat joyları ekan, xuda qalsa montajları boğan. Kotejimiz zülük bilən satıladı ekan, ekranda yazılıb durğan narxdan gəlişilədi. Aytılışı bola verədi, satıb alınadı, o narx başqa. Mənimcə, narxın gəliş basanızda lokasiyam zor. Bu territoriyalarda kəmdən kəm satığa çıxadı, yaşışa təyər havul caylarımız. Planlaşdırarsa, ekran astaki Premoy egan nomerini alaqaçıqa verəsizlər. İndi hazır üzəriniz isablab görünlər, yer onun çəson bu territoriyada, keyin üçündə kütərib, korobka halatına gəlib, kuruşun çəsima düşədi. Yoki bo'lmasam satıb alışın çəsima düşədi, üçündüyün korobka halatında. Keyin plus remontni isablab görünlər dostlar. Planlaşdıra verəsizlər. Aytdıqmız-ku, Kalbunur toyxanalarından aramızda köp izləb ürəllər. Planlaşdırınlar, mənimcə tez satılıb geçiş ehtimalı var bu cayımızda. Kəmdən kəm çıxardın bu territoriyadan. Görə verəsizlər. Kadastr hüccətlərini gələn olmasaq, kadastrda teşkirib, notarius alsatıq varsa, hüccətlərdən muamma yox dedilər. Variantlarını üzərindən bilə verəsizlər. Maşına barter yetməni durara, ekran astındakı nomeri alaqaçıqa çıqa verəsizlər. Dostlar, şu videomuzda Xiva şəhər Kalbunur toyxanalarından